Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz do'stimizni yo'qlab kelgandik. Xonadonlarida mehmon bo'ldik. Bu do'stimiz uzoq yillardan beri shu nutqalardagi lat yegani sababli bir joyda kasalxonaga yotishibdi. Birinchi guruh nogironalar. Hozir tez fursatlarda operatsiya qilish kerakligi haqida ma'lumot yetib keldi. Biz keldik. Ozgina o'zimiz yordamimizni beraylik. Do'stimiz haqida internetga qo'yaylik, internetdagilar ham shu panaxli O'zbekiston tumanidagilar bilsin deb. Alloh taolo hamma sinov Allohdan beriladigan sinovda bo'ladi. Inshaalloh. Aslida bu insonlarga bizni qilayotgan ehsonlarimiz, yordamlarimiz kerak emas. Bu aslida biz uchun kerak bo'lgan, Allohning oldidagi qarzimiz desak ham bo'laveradi. Chunki qo'l oyoqlarimizni but qilib, zabonlarimizni, ko'zlarimizni ko'radigan qilib, yuradigan qilib qo'ygan Allohga ming qatla shukr. Kimki do'stlarimni sevmasa, deydilar, meni ham sevmaydi degan ma'nolarida. Inshaalloh hamisha Allohimiz, Robbimiz iymonimizni sobit qilsin, haq yo'lidan adashtirmasin, o'zidan rozi bo'lguvchi bandalarning qatorida qilsin. Bugun ko'p ne'matlar berilgan bandalarga. Bandalar faqatgina o'zida yo'q narsagagina intilib yashaydi. Deylik, mana Alloh taolo ko'z berdi, ko'rish qobiliyat bor, zabon bor, tinglash bor. Har bir tongini shukuhlik bilan, tinchlik bilan, sog'lik, salomatlik bilan, yonida dasturxonda rizqi bilan uyg'onyaptimi? Bu katta bir baxt. Yana kimlardir bor, sog'lig'ini qadriga yetmaydi-da, deylik, mashinam yo'q deb noliydi. Uyimni tomidan chakka o'tyapti deb noliydi. Boshqa u deylik, dunyoning matohlarini sanab, o'zidagi Alloh taoloning bergan bebaho ne'matlarini ko'ra bila olmaydi. Do'stimizni Telegram gruppalari bor. Shu Telegram gruppalarida ozgina shu 100 millioncha pul yig'ilyapti. 40 millionga operatsiya muolajalar bilan o'rta hisobda 100 million pul ketarkan. Hozircha 25 millioncha pul yig'ilgan. Qolgan summani endi yig'ish oson emas, bilasizlar. Oilalarni ko'rib turibsizlar. Oila sharoitlari ham o'zlariga yarasha 100 million so'm hozir topolmaydilar. Shuning uchun sizlardan yordam so'rab, shu Telegram gruppalarini biz kommentariyalarda belgilab qo'yamiz. Shu kerak Telegram gruppalariga o'tib, qo'llaringdan kelgancha, xohlasalaring duo bilan, xohlasalaring so'z bilan, xohlasalaring qurbiyatlaring yetgancha ehson bilan yordam berishlaringga chaqirib qolamiz. Ziyodxon sinfdoshlarini rahmatullohga aytdik, mana yo'g'limga kelishdi. Shu sabab bo'lgan ovozim ko'pmi ehson yig'ilishdi boshlandi. Katta rahmat. O'zbekiston tumanida biz tanigan akalarimiz, o'zimizni shayban deb hozir Xudoga shukr, ancha ko'pchilik iltimos qilgandik. Qilishyapti, yordam berishyapti. 300 dollarga yaqin pul yig'ildi. Parvardigori Allohim o'zing mehribonsan, hamdunsan, rahmating va marhamating bo'lgan karamlik cheksayotgan zotsan. Bizdan yo'qdan bor qilgan barcha aybu nuqsonlardan Allohim o'zi yolg'iz bo'lgan, yo'qligi o'ziga xos bo'lgan zot Allohim. Barcha aybu nuqsonlardan pok bo'lgan zot Allohim o'zingsan. Bizdan yo'qdan bor qilgan janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yaratib bizlarni ummatlari qilib yaratgan. Jamiki mahluqot va mavjudotlarni Alloh go'zal maqom berib, eng go'zal ne'matlar bilan bizlarni Alloh rizqlantirgan. Bir joyda endi bir kishi tek yotib o'tib ketgandan jamiyatimizga bir davolanib, oyoqqa turib foydam tegadigan maqsadlari bor. Shomda ko'rasizlar, bu inson siz bilan bizga o'xshagan noshukur emas, ishlarim yurishmayapti yoki qarzlarim ko'p deb noshukurlik qilmaydi. Bir joyda yotsa ham, hammaga muhtoj bo'lsa ham Allohga shukr qilib, hammani duo qilib o'tiribdi. Butun yurtimizni, elimizni, bizni, do'stlarini duo qilyapti. Shu duolarning ijobatidan biz shunday yaxshi kunlarda yashayapmiz, tinch o'lkalarda yashayapmiz. Endi buni qarzimiz bor. Shu duolarning evaziga qarzimizni to'lashimiz kerak. Ozgina bo'lsa ham yordam berishimiz kerak. Telefon raqamlarini belgilab qo'yamiz. O'sha telefon raqamlariga telefon qilib, xohlaganlar yaxshi niyat, duo qilib yordam beraman deganlar bo'lsa, o'zlariga aloqaga chiqsalar bo'laveradi. Allohning rasuli infoq qilish uchun davlati bo'lmaganlar nima qilsin desalar, infoq qilishga davlati bo'lmaganlar yarimta xurmo bilan bo'lsa ham dedi. Shunda sahoba ikromlar aytdilar, yo Rasululloh, yarimta xurmoga ham qurbilar yetmaganlar nima qilish kerak desa, yaxshilik bilan dedilar. Yaxshilik qilish bilan, ya'ni yaxshi shirin so'zlar aytishlik bilan sadaqa qiling. Zero bir miskinning kayfiyatini, ko'nglini ko'tarish